Qanlıq ayollar erining telefonini aqtırmaydı deydi. Siz mush ko'z qarash qanday qaraysiz? Bu jo'ringizning telefonini aqtirib nima qilasiz? Ha? Siz birisini tepib oldingiz. Ko'nglingiz yerim bo'lmanda, yig'ilmamsiz. Jo'ringizda ishkanlarning o'tirisida sadaqatsizlik, ya'ni bir-biriga ishonmaslik kelib chiqadi. Arangizdagi muhabbatga, turmushdagi o'rtaq hissiyotga ta'sir etadi. Nima foydasi? Siz uni aqtirib tepib olsangiz nima qilaysiz? Bir odamning yuragi, qora yurakka u ishim deb bo'g'ilmaydi. Men mening yo'ldashimdi, men mening ayolimdi, men bunday qilsam bo'lmaydi demagan odamni hargiz axloq bilan chekilib olmang. Mening oilam bor odam, mening ayolim bor, bolalarim bor. Mening yo'ldashim bor demagan odamni siz ani qilma deb hargiz uning telefonini aqtirmang, hargiz aqtirmang. Hech qanday natija chiqmaydi uningdan. Yuragingiz yar bo'ldi xolos. Birdan telefon o'ynab qolsa endi haqni qatqanmidi. Birisi ketib qolganmidi? Birozlar paranglashayotgan o'xshaydi. Hatto bir odat normal telefon ko'rsimi, siz yana ashun gumon qilib qolasiz. Yana siz uxlab qolganda, yo bir aroq ichib kelganda, yoki bir spin ishlab, yo bir muncha kirib qolganda, yana ashun telefon yana ashta ishlab bormidi, aqtirib boqay deb ko'nglingiz jinjir bo'ldi. Nima foydasi? Aqtirmang. Bir ikki odam o'tirsa ishonch bo'lmagan bu turmushda qaranglar. Bu telefonni aqtirsanlar foydasi yo'q. Mening o'z qulog'im bilan anglab, yo'ldashimdanki telefonda 80 ayol kishini topdim degan odamni anglagan. Qilishgan gap so'zlari yo'llashgan beo'chon odamni qusqusi keltirdi deb. Yana o'ytib tutadi. Ishim bo'lmaydi. Aqtirma telefonni. Sizga ishonmagan odamning telefonini aqtirmang. Aqtirib o'zingizni hargiz yerda yeksan qilmang. Bu ishonch bir qitim sundimi, hargiz u o'rni kelmaydi. Bugun yurg'izsangiz aytgan qatadi. Yapamız gündüz paranlaşatıp keçisi üçürüy deyiverdi. Tapalamsiz, tapalmaysiz. Siz ya bir sastik idaresi işlemgendiken. Nimçatığınız var. Öyle qaytip geldim. Siz belen bir vatamdı. Turmuş bulun bir vatamdı. Balırınız dada ana bula vatamdı. Siz tamaqınızı yep oturuverine telefonda aqtırmay. Her kim öz qağayışdan çoğun bedelini tüleydi. Yaxşı qağan yaman qağayışlarının. Bu dünyada aşkarlanmaydigan məxfiyetlik yok. Aman bir gün aşkarlanıp kaldı. Siz sormasınızmı, siz köymüsünüzmü? Aman bir gün birisi senin jo'rang bunda qilgandi. Sizning jo'rangiz bunda qilgandi deb mush quloqqa deb berdi. Men o'z quloqim bilan anglagan. Men shunda ishondim. Mening unda emas, menga bunda 100% odam bilan o'tman degan. Mening urug' tuqqanimni qetib, men sizlar tunishib qolsam bo'pti. Men mo'shda o'z quloqim bilan anglagan. Men ishonmay qolgan o'zimga. Voy, bizning yo'ldashdiga anda pak bunda isil deydim. Axir qanday oldu? O'zining beshiga o'z chiqdi. İşte bo'lmaydi. Biz beshimizda o'tganni so'zlaymiz. Telefonningga pulatadigan xombobayaga, ekraniga, hatto mush telefon mima hammani sep qo'ydigan odamlar bor. Telefon ekrani mimasi bilmaysiz, xombo mimani bilmaysiz, telefon mimani bilmaysiz. Ammo lekin siznikini ham chuqur bilish kerak. Mana bu nima? Ikki odam o'tirishga ishonch. Shu qarashtirib siz ishongan bo'lsa, hargiz mimos silib olmaydi. Mana mimos manchijma senikilar o'xshash. Senikilar o'xshashmi bu? Har vaqt tarz zaman 24 soat telefonni tashlab qo'ya oladi. Lekin chu har xil banasablar bilan ya xizmatdashim telefon tutib oldi ekan, yoki og'ayni bola telefon tutib qoldi ekan, shu mimos deb qo'ygandim. Qo'zg'uning og'rig'imiz tavzishda qo'rqma degan gap bor. Qo'zg'u jini bo'lmasa bika-bikadan mimos deb qo'ymaydi. Bika-bikadan siz munchiq kirgansiz telefoningiz aqtolmaydi. Bika-bikan uxlab qolsangiz uni buni matlab baxmaydi. Siz kimnikini aqtiryapsiz? Siznikini kim aqtodi? Telefon ishlatganimki o'ziga bog'liq ma yurak tuyib bo'ldi uni. Aqtolmang. Agar aqtirish xiyolingiz bo'lib qolsa, aqtolmang. Aqtolmang. Shuni o'naga bir peyzi mengisdan qattiqin chiqargan bir kinoz ko'rgan bo'ldi. Qanday dedim? Aqtolmayli. Bir oilada ikki odamda ishonch bo'lmagan bu turmushda telefon aqtirishning qat'iy zarurati yo'q. Faqat telefon aqtirib boqqanlar. Telefon aqtirib yuragi ziydi bo'lib boqqanlar. Ashnalar biladi. Yani nurg'a odamlar bor, aqtilmaydi. 5-10 yil o'tib ketgan telefonim aqtilmaydi. Ay, mayli deb.
Aş adamның özüge işenisi oğa çık aqtolmaydı. Vay qassan qata. Paranglasan paranglasha. Yani bäribirmiş öýe qaytyp kelse. Yani bäribir taladykys tuýsa, qetip paranglaş böylep kekirse deydi. Şununğa aqtolmaydı. Muşunda oğul, şunda qızlarımız ba. Men däl şunda. Men aqtırıp bakmagan. Qatty aqtolmaydım. Menikin aqtırtdy. Öýdýäl oturup kim bilen paranglaşyp gitse dep. Özüňiz işengen wagtyňyzda qarışdyrıp şu küçük kesel düşüdü. Adam özü qanında bolsa qarışdyrıp da şunu izleydi. Siz pakiz bolsaňyz, qalbyňyz pakiz bolsa qarışdyrıp qalby pakiz dep oýlaýsyz. Siz meýet işini qılatgan bolsaňyz, notory ýol mangan bolsaňyz şu sizning qalbyňyz qanda bolsa siz qarışdyrıp şu telefonni şu nas izleysiz. En ahir deydiğim telefon aqtırışmaylı. Aqtığın kepkesimi özüňiz çyň tutulanda. Men telefon aqtırıp bakmadım. Men telefon aqtırışmyň zörüreti ýok degenler inkas raýyny qaldyryp goýanlar. Telefon aqtırışymyz togrymy hatamy? Telefon aqtırıp nim netije erişdiňler? Qaldyryp goýanlar özüňiň geplerini. Men bir çoqqum körme, bir birlep körme. Telefon aqtırış togrymy hatamy?